Mana ukali jo'jani qanaqa boqsam bo'ladi deb savol berayotganlarga birinchisi mana start degan brollerlarning yemi bor, doni bor. O'shani olasizlar, jo'xorni eng maydasini birga bir aralashtirib qo'yasizlar, 1 kiloga 1 kilo. 1 kosa bundan. Keyin mana 2 ta tuxum qirg'ichdan o'tkazilingan. Keyin mana bitta sabzi. Ham qirg'ichdan o'tgan. Xullas aralashtirasizlar buni. Xullas mana shunaqa aralashtirib qo'yasizlar, bu turaveradi. Buni namlaysizlar, boshqa qilmaysizlar. Jo'jaga beradigan payt, kerakli payt mana kalsiy mana D3 bor. Aptekada sotadi mana vitamin. Mana probkasida bitta probka qo'shib berasizlar. Mana kerakligi misol uchun jo'jalarga nechta qancha ketadi, shu donni solib mana shu vitamindan bitta probkasida quyib, ichiga solib, buni ozgina qo'shib, mana xullas ozgina qo'shib yuborasizlar. Keyin ozgina suv solib namlaysizlar, mana ozgina, juda ko'p emas. Bo'l. Mana shu boshqa emas, ozgina. Namlandi bu. Keyin jo'jalarga shuni berasizlar. Zakonni hamma vitamin bor. Shu jo'jalar 3 oy 4 oylik bo'lguncha bemalol berib borsanglar bo'ladi.